2025-yilning 19-dekabr kuni soat 20:00 da Milliy telekanalida Ovsinlar serialining 65-qismi namoyish etiladi. Ushbu serial o'zining hayotiy voqealari, oilaviy munosabatlarni chuqur va samimiy yoritishi bilan tomoshabinlar e'tiborini saqlab kelmoqda. Serial mazmuni bir uyda yashayotgan bir nechta ovsinlarning taqdiri orqali ochib beriladi. Har bir qahramon oilaga o'z xarakteri, o'tmishi va ichki og'riqlari bilan kirib keladi. Oddiy ko'rinadigan kelishmovchiliklar asta-sekin jiddiy sinovlarga aylanadi. 65-qismda esa munosabatlar yanada keskinlashib, yashirin haqiqatlar yuzaga chiqadi va qahramonlar o'z tanlovlari uchun javob berishga majbur bo'lishadi. Ovsinlar serialining asosiy kuchi undagi obrazlarning hayotiyligida. Bu yerda mutlaq yaxshi yoki mutlaq yomon qahramon yo'q, har kimning o'z haqiqatlari va xatolari bor. Aktyorlar ijrosi esa voqealarni yanada ishonarli qilib, tomoshabinni befarq qoldirmaydi. Yangi qism tomoshabinga nafaqat keskin voqealar, balki muhim hayotiy xulosalarni ham taqdim etadi. Aynan shu samimiylik va chuqur mazmun Ovsinlarni Milliy TV'dagi eng sevimli seriallardan biriga aylantirgan.